neçə pulaq material verdim. Soğuqxanağa, keçoğanıma neçəlik tamaq satdı. Kebapxanağa neçə kilo goş verdim, neçəsi kebap satdı. Pulaqxanağa nemini verdim, keçoğucu bana neçik plastik verdim tatip, hemmini bilip tuğa vaxtlarda artıq yelip gitdiğan, material israf oladigan, tashlab ketadigan yoki sal qaraydigan ishlarni oldini umumiylik og'il bo'ladi. Bu jadvalni o'zinglar amaliy sharoitinglar qarta bu zopini qayta ko'rsang bilalasizlar. Material kirgizgan vaqtingizda jadvallashtirib kirgizmas, ambadan birninga chiqagan vaqtida bugun sizga nima lozim? Demasangmi, ustamning oldigan material hamma tugab ketmaydi. Azroq ish mangdi kunlik. Yetmagidek bo'lsa, aytsa, balsanglar bo'ladi shuni. Baga vaqtlarda yozib qo'yib berasizlar. Kech o'g'anda bunda o'ylashinglar mumkin. Biz akaga vaqtimizda yeshiklar o'pilamiz yoki tog'alar o'pilamiz. Buni qanday taqtimizlar? Akaga vaqtinglarda yozib kirgizib bo'ldinglar. Endi taqta vaqtinglarda yeshiklar akaga materialni ichidan sanab olasizlar. Masalan, bir yeshikning ichidan 10 shikil chiqqan bo'lsa, bir yeshik bani 13 kil bo'lsanglar, dani bag'asi chiqadi. Shuning bilan kech o'g'anda hammani chiqara olasizlar. Chiqqan vaqtinglarda sistemalar bo'lib qolsa, maskati bilib mang'il bo'ladi. Mana buni material boshqarish deb ataymiz. Bu yerda biz boshqa qo'l bo'lmaydigan nurg'un materiallar bor. Bu materiallar keyingi zopini so'zlaymiz. Chunki mazopini uzlab ketadi desak. Oshxonaga biz pulga akilib, pulga aylanmaydigan, bizning savdomizga yordamni bo'ladigan materiallar bor. Bu materiallarni yeniqtirmoq zopini so'zlaymiz. Bunda bo'lsa, bu material kirgizish, materialni bo'limlarga taqtish to'g'risida kelgan chiqqan zopin bilan bu zopini qayta ko'rsanglar belgilik foydaga erisha olasizlar. Bizning material taqish jadvalimizni yana ko'rsatkada bo'lmaydi. O'zinglar kallanglarga singdirib bersanglar bo'ladi. Mana material tartishgan, mana go'shtning ekan, mana go'shtni tartib qo'yib bizlar. Odatda gizib menga olamiz. Tafsilotini. Qaddirinsa bugun kelgan go'sht. Ya'ni bugun oshxonaga kelgan go'sht 56 kilo. Buning ichida birinchi qavat xotin yana lagmanxonaga 30 kilo berildi. Samspa 8 kilo oldi, Oqnambel 8 kilo oldi, Pulaqxon 10 kilo oldi degan. Buni endi kecha uchun nima ish qilamiz deganda 30 kilo go'sht olganlar mencha Tezog'on necha pullar? Masalan, 8 kilo go'sht olsa, sanspaz olsa bilalasizlar. 8 kilo go'shtdan necha so'm chiqadi? Oqambel 8 kilo go'sht oldi. Oqambelchi shu narinchab, ugri quyma qolib, mashchab sho'g'ilchab degandek tomoqni chiqaradigan, qo'rmay chiqaradigan tomoqni biz oqambel deb ataymiz. Bu oqambel 8 kilo go'sht oldi. Polapaz 10 kilo go'sht oldi. Mushu go'shtni oshpazlar ustam o'zing bilalasizlar. Kecha uchun necha tomoq satsa normal bo'ladi. Şunun kartı bu çeşitli bazarını bileyleysen. Bu şikayette ilip bana vatanlarda materyallarını, materyal kirgiziş, materyal çıkım kılıç mı neyimiz var. Ben kendin küllük soğudum tatibma cedvellemenin aşkının emeli işareti kalıp tüzgenme. Eğer bu şunda cedvelini tüzüşki ihtiyacına bırakıp kalsa, kadar desem bana. Ben bunları tüzbürü bulamayına, özopini kayıt koysan, özanlık kalanlık kiloda. Kandar tüzümüzler. Aynı fakat bilemezsen, ben böyle alaklaşsanlar. Yıkın interneti bulup kalsak, özel köşe akılıp, bir ay imkat vaqt chiqarsanglar, uyutib qo'ysam bo'ladi. Agar yiroqlarda bilib qolib qolsanglar, masala so'rasanglar, masaladan unga erinmay to'liq javob bermang. Shunga qo'shmaganlar qo'shilib, yuraklarni bisib, yaxshi gap so'zlarni yozib qo'ysanglar, maqtin biz pulga akilib, pulga ilinmayotgan material to'g'risida so'zlab beraman. Buni jiq lo'balla ko'zinglar ilmaysiz, lekin sizlar ko'zinglar ilmagan mana shu materiallar sizning foydanglarni yeb ketadi. Shunga chiqa, zopin davomi taxmin sarqaling.